Assalamu alaykum arkadaşlar. Bugünkü günde şu hemmedemden ağızda chat GPT'nin gapları bo'atıdı. Ben şu bugün azroq fursatdan foydalanib şu chat GPT to'g'riliq bir misol bilan sizlarga bir azroq tushuntirib o'tay dedim. Bu yerda olgan misol inglizcha maqolani deb shu chat GPT'dan foydalanib shuni bir maqolani yozish deganda shuning uchun oldi bilan qani bu yerda bu qandoq kirdiganligini bu yerda so'zlab yurmayman chunki buning chat GPT'ga kirish uchun jazman oldida sign up deyman tizimlatish kerak tizimlat bo'lgandan keyin login deganni bosilgan bo'lsaq men bu yerga kirib boqqan bo'lgandan keyin udulla men o'zimning nimamni ishlatib bu yerga kiraman bir yerni bosgandan keyin mana bu yerda mavi ekran göründü bir yerde. Adıyla ekran bir yerde. Sol tarafta bir qancha misollarni ko'rsatgan o'ttirda uning qandaq ishlarni qila oladiganligi to'g'riliq andin oxirida buning cheklimdir to'g'riliq asar bu yerda bu to'g'riliq so'zmayman endi udul shakilayli mega ichilgandan keyin bu yerda endi biz agar man inglizchada mana hello deydigan bo'lsam buningga bu ChatGPT o'zi xuddi bir odamdek menga javob berdi nima ish qilib bera olayman deydi shuning bilan man I want get help on writing an article. Bir maqal yazmoqchidam deb qayt qildim. Endi bu yerda bu dedim voy men sizga yordam qilish qo'shilman nima qilmoqchi nima qilib berman dedim shunda men dedim man ko'rayotganda bu yerda mening qilmoqchi bo'lgan ishim nima deganda o'sha yerda mau bir rasmni bugun birisi menga yo'llab qo'yibdi ekan mau bu men 1988 yili o'sha Angliyada qanday ish o'qiyotgan chog'dagi Warwick universitetida tushgan bir rasm bu bir nihoyatda bir xotirli rasm shuning uchun u xotirli rasm to'g'riliq man bu yerda qisqa ma'no yozdimda bu yerda inglizcha bilmam shu yerda o'qigan keyin o'sha yerdan o'qib bo'lib o'qishni bitirib endi Amerika keldim deganda ikki universitetda o'qidim deganda bir nimalarni yozdim mening maqsadim nima deganda mushu yozgan narsamni bir inglizchada bir edit qilib bergan bo'lsa ya'ni bir tahrirlab bergan bo'lsa degan narsani qo'lda shuning uchun o'zimning yozgan narsam bilan shuning hammasini bu yerga soldim shu bilan bu yerni solgandan keyin mana qarab turibsizlar chat gpt buni hozir tahrir qilyotdi tahrir qilib mana nihoyatda endi grammatik xatoliklar bo'lsa yoki ma'lum xatoliklar bo'lsa o'ngshab buni manga qisqalar buni tahrirlab buni mukammal inglizchada yozdi deb qarayman chunki bu ChatGPT'ninki ma'lumot bankasida nurg'un materiallar bor uni AI texnologiya orqali uni edit qilib mana chiroyli qilib yozdi buni o'qib chiqsam haqiqatdan yaxshi yozibdi lekin man buni qanotida men faqat bu man mushu bergan uchurdan foydalanib bir maqol yozmoqchi vaqt qanday qilmay deganda men endi bayqaydigan bo'lsak bu yerda man ikki universitetning ismini atladim Warwick University Angliyadagi andagi Amerikadagi University of Chapel Hill degan ikki universitet shuning uchun shu to'g'riliq endi men buningdan shu maktabning uchurlarini ozroq qo'shib bersangiz degan talabni qo'ymanda talabni qo'yib endi men yozdim man dedim mushu ikki universitetniki nimasi to'g'riliq ozroq uchurni bergan bo'lsangiz deb buni bu yerga yozdim yezib buni nima qilgandan keyin endi hozir nima men uch to'shk bor bidirlayotgan bo'lgandan keyin u ishlayotgan yerni bildi merkini bossak bu yozayotgan narsa chiqdi bu yerda yuqorqi yozmamni biroz to'liqlab kengaytirib qaytadan yozyapti meni talabim shu deb yozyapti qani buni yozg'ach tutsin endi man yana nimani so'ramoqchi deganda bu yezilib bo'lgandan keyin man endi bunga ba'zi bir uchurlarni bermoqchida berib man buni texmi to'liqlayman mening hamda esimda bor shu vaqtda 1988 yilda Angliyada o'qiyotgan chog'da ashadi 5 doktorlik aspirant o'quvchilar 5imiz bor u vaqtda butun Angliyaninki shu Uyg'ur aholisimi faqat bir qani bir 30'ga yetmeydi. Hazırlık kelgan bo'lsak, hozir Angliyada albatta ko'payib, balkim 2000 atrofida Uyg'urlar bor. Men shu uchurni mishaga berib, endi buni berdimda, endi keyin buni endi men deyman, buni yezib,
Muşu uçurlarını koşu italemse dedim şunu olan bana bastım andaki now ChatGPT elbette dep bunu koşu atı da hazır. Bunu izlasyon ve qaytib kelay dedim. Qaytib kelgandan keyin endi men en ahırını uqmoqchi desem endi shuningdan bir buna bir talabni qo'ydimda agar shu 1500 so'zni o'z ichiga maqoldan birini e, yezib bergan bo'lsangiz endi aning mavzusini o'zingiz bilgininiz bo'yicha mau mazmunlarga qarab bir mavzusini bekitgan bo'lsangiz deb dedim shuning bilan bu oxirgi qildigan ishim bo'lsin xo'sh endi qarab boqaylik mening mishadiki bu yerda hozir man bir narsa bayqanglar ChatGPT'da men hozir xuddi bir odam bilan paranglashayotgandek muzokiralashayotgandek uningdan savollarni so'rab talablarni qo'yib nima qilyapman agar hatto bu yerda xatoliklar bo'lgan bo'lsa men xato manda palonchi xatolik bor ekan deb shuning bilan hatto munozir qilgan bo'ldi bu yerda buning alayidligini bu yerda bayqanglar mana hozir bu maqolani yezyapti rasmiy mening qo'ygan talabim shu yuqorida ta'minlagan uchurlar asosan 1500 so'zdan tarkib topgan bir maqolani yozib berin dedi. Shuni bilan yezyapti. Endi unda o'qib boqadigan bo'lsam shunda aytdi nima deyman. Ama eğer o'zinglar ko'ringlar savollarni oldin ola tayyorlagan bilan bu yerda men bu jarayonda oldin ola bilan yozmadim. Buni shu ChatGPT o'zi yezyapti. Bu eğer mana 1500 sözlük bir makal yazıp diye. Hem de bu niye? Ben eğer şu peti bunu çıkarıp koysam mı heli düşünüşlük. Lakin ben bir yerde bunu hem de yani köçürüp bunu. Bir yere köçürüp adda azraqlı bunu yani tekrarlayıp onu yapıp çıksam bir makal oldu. Bunun koygan mavzusu A Journey in Mathematics deydi. Night yaxshi qo'yibdi. From Coventry to Chapel Hill dedi. Coventry degan ama Angliyaniki bir shahri Coventrydan qandoqlarcha Amerikaga kelgan degan bir mavzusini qo'yibdi. Shuni qaragani buni hozir men ko'chirish to'g'ri keldida. Shuni hozir men ko'chiribla copy paste qilib endiki men abay yozgan narsamni oxiriga ulabla endiki buni bir ko'chirib copy Andan keyin yangi hujjatni birini ichib, endi men bu yerga copy paste qilaman. Mana bu yerda bir maqolni o'zi tayyor deydi. Bu 1500 so'zlik bir maqola. Agar buni kengaytmoqchi bo'lgan bo'lsam, endi talab qo'ysam bo'laverdi. Qaranglar, mana ikki betlik narsani birdamda bir maqol chiqdi degansiz. Endi men shu maqolni ozroq edit qilib, mana bu Facebook chiqarib qo'yman shu yerda endi narsani ko'rib olasizlar. Endi bu yerda shu oddiy misol orqali men maqola yozish to'g'riliq ozroq tushuntirdim. Foydalanishinglarni umid qilaman. Shu ChatGPT'ni agar ishlatmagan bo'lsanglar, shu tezdan ishlatishni boshlashinglarni tavsiya qilaman. Bu yerda hech qanday bir program yozish nimasimi ketmaydi. Buning hem de İngilizce azroq sabrыңlarli bo'lsin. Buni ishlatib ketaversizlar hech qanday gap yo'q. Hamda mana bu Uyg'urcha to'g'riliq kelaqatam shu Uyg'urchaning qaysi darajaga yetdi to'g'riliqmi bir qisqa shunga o'xshash narsani istayman. Agar mani xohlagan bo'lsanglar, bir barmoq berib qo'ygan bo'lsanglar, kelaqatda mana shu Uyg'urchada andikin yana bir xil texnikalik ishlarni, masalan, program tuzishlarda qanday bo'ldi degan to'g'riliqmi bir qisqa shunga o'xshash videoni ishlaydigan planim bor. Şu vaqt ko'rishamiz. Rahmat, anlig'inglar.